Atigi 3 million so'm evaziga tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni ko'rishlar mumkin. Ha, siz albatta to'g'ri eshitdingiz. Atigi 3 million so'm evaziga tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni videoda oxirigacha ko'rsangiz, qanday holatda tayyorlanganligini bilib olasiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like tugmachasini bosib, yaqinlarimizga ulashib qo'ysak, yanada yaxshi bo'ladi. Xo'p, o'zi kichkina joyi bor. Qanday qilib ko'p narsalarni joylashtirsam bo'ladi deb o'ylanib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, mana ularga nisbatan bitta yechimni ko'rsatamiz. Mana shu yoqda katta joy emas, lekin ichiga ko'p narsasini sig'dirib berishga harakat qilib, imkon qadar yon tarafdan boshlanishi kir mashina uchun joy ajratib ketilgan. Uni ustidan ham unumli foydalanganmiz. Mikrofonokasini qo'yib foydalanish uchun ko'rishingiz mumkin, korobka holatda joylashib ketilgan. Ikki ekan kir mashinadan o'tgandan keyin idishda olinib bo'lgan mo'ykasini joylashtirib berganmiz. Mo'ykasini ham ko'rishingiz mumkin, ustiga jarayonlar turgan tayyor holatda yashirib videoda oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Mo'ykalarini, grantlarini qanaqalardan o'rnatib berdik, bonusga nimalar bo'ldi. Hop, joylashuv mo'ykasi bu joyda bo'ldi, bu joyda tortma bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, ham ko'rsatamiz. Tortamiz ichida obязательно foshadon bonus bo'lgan. Tortmanamiz vakuum mexanizmda o'zi yopiladigan, qo'l qismaydigan original holatda hamma mexanizmlarimiz gazini joylashtirib berganmiz. Uni past qismi duxovkasi uchun ajratilgan, tepa qismi havo to'pladiganga qizil joyga keldik. 1 pakning metrini 3 million tayyorlab beramiz.